Texpasportdan 24 o'z nomimizga. Keyin chiqadi. Generalni chiqadi. Ya mayli, kreditlar muammo emas. Qancha kredit qilgan? Kredit yopib taylanadi. Prosta keyin chiqarsa bo'ladi. Aka, naq 65 million bersam berasizmi? Naq 65 million beraman. Mayda chuyilasiz. 24 ga 71 ga o'zimga ham turibdi, tiniqlar. 70 oldim, ikkita turibdi. Keyin bitta 24 kecha 10 ming yurganda aka Instagramga qo'yganman. 63 64 sotganman, hozir dokument qilyapti. 10 ming yurgan faqat rangi, defega turibdi, chekkaga qarang. Ana shu Damasgacha Instagramga qo'yilgan 10 ming yurgan. Diska balo hamma narsa qilingan. Uniki yangi turadi. Rangi uchun shunday bo'ldi. Buni o'zi 65 million naqd pul beraman aka. Ochiq yuring. Ochiq 75 million. Ya baland, siz juda baland. 75 ga men o'zim sota olmayman ularni. Aka bilan muomalasi yo'qqani akani u yerda gaplashdik. Bo'ladigan qilib so'radim-da. Qani nima aytmadim? Endi sotuvchi balandroq sotadi deydi, oluvchi arzonroq oladi deydi. Qochgan ham, quvgan ham xudo deydi degani o'zi shu-da aka. Menga olib 1 million qo'yib sotaman aka, ochiq oydan u narsa hech qanday muammo yo'q aka. 1 million so'm qo'yaman, bo'lib sotaman. Yo, yaxshi, men holatga qarab sula olaman-da. Menga bitta narsasi yaxshi berib aka, sotilsa naqd pulni olasiz ertasi. Bo'ldi, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Kimdir oladimi, olmaydimi, uni menga qizig'i yo'q. Hech kim olmasa bo'ldi, значит pulni o'zim tikaman. Tikkandan keyin ham narx qo'ymayman, shu 1 millionmi, 1 millionga turaveraman. Yo'q bo'lmasa, men bu zentralarim 108 olgan, hozir 106 beraman deyapman. Ega 108 berib O'sha sotilavermasa 1 million 2 million ziyonga qo'yib boshlayveraman. Ilojim yo'q-da. Narxlar tushib kelyaptimi, unga o'zim chidasamgina ishlashim kerak. Bo'lmasa ishlamasligim kerak. Bir kunday bor. Iloji yo'q-da. Birdan kam qiladi, birdan ko'p qiladi. Ya bizga bir xil qolsa bo'ldi. Men katta narsa so'ramayman. O'zini o'zi biladi. Endi bu bir nimada. Mo'taga. Chidaganga chiqargan deydi aka. Ko'nglingiz yetmishaganda bo'lmasa, aka oxiri. Bir aytib ko'raman zaldan yordamda, kimdir olsa pul kerak emas. Agar hozir shuni shartdan kimdir 70 ga men olaman desa, ishoning olgandan ham sotgandan ham pul so'ramayman. Dangal bo'ling. Ko'nglingiz yetmishaganda 69 ga bermagan bo'lsa, so'ram. Ya, men buni aytolmanda, endi hozir oxiri aka sizni men prosta nomeringizni ham qo'yib yubormoqchiman-da Instagramga. O'sha uchun men bu joylarni olsa yaxshi-da. Hozir shu video video chiqsa qarab o'tirasiz. Hozir Akmal nima mashina savdo qilyapti deb turaverishadi hamma. Boydan telefondan ko'rib, endi sal Topolmay qoldingizmi mashinani? mashina oxirroq paytida, yo'qsa charchaydi. Siz boshqa videoni ko'ring. O'sha payt siz boshqa videoni ko'ring. Boshqa videoga bormi mashina? Mana, aka siz nima deyapsiz? Xo'p, boshda obzorni aytaman. 2024 da emas, akalar ko'ringlar. 40 ming yurgan radno bitta arqa krilasi vakumi bor ekan. Metan hamma narsasi bor. 70 million bo'lsa beraman deyaptilar aka. Oluvchilar ham, sotuvchilar ham pul so'ramayman agar 70 ga shaqqa shuni kimdir so'rasa. Olsin bemalol. Telefon nomeringizni nechaga qo'yib yuboraman sizga? 88 88lik 85 185 22 66 aka. Bu yoqqa hozir bir 50 kishi 60 kishi bo'lsa Instagramdan 60 ming 70 ming kishi ko'radi. Muomalangiz chiroyli ekan, bildim. Chiroyli muomala qiling, soting, baraka toping bo'ldi. Rahmat desangiz bo'ldi. Xo'p, yaxshi kun ko'rishaylik.